Misol uchun mana hozir jahon chempionatiga boramiz. Kamida 23 ta futbolchimizda dahshatli imkoniyat bor. Xames Rodriges degan futbolchini jahon chempionatigacha kim tanigan? To'g'rimi? Jahon chempionatida o'yinidan keyin u qayerda paydo bo'ldi? Realda paydo bo'ldimi? Ungacha men tanimaganman shu futbolchini misol uchun. Mana shunaqa katta maydonlar futbolchi uchun haqiqiy aniqa sinov. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. O'sha yerda o'zingni maksimal darajada ko'rsat va ket. Chunki Abduqodir Husanov Angliyada o'ynashi faqatgina bizdan shu o'zbek o'g'loni chiqqanligi uchun deb qaramayman men. Mutaxassis sifatida Abduqodir Husanov o'zbekistonlik futbolchini APLda o'ynashi qolganligi nisbatan ham bozori ochadi degan ko'z bilan qarayman. Ya'ni inglizda ham ko'radi ertaga. Mana shunaqa O'zbekiston degan mamlakatda shunaqa iqtidorlarni topsa bo'lar ekan degan narsasini o'zi yetarli. Bekordan bekorga ular Yevropaning juda ko'p skautlari Braziliyaga, Argentinaga borib qo'ra tikib turib olmagan aqalarini tegadi. Chunki biladi o'tda kimdir topa oladi.